Assalomu alaykum, kanalimizning hurmatli obunachilari. Bugungi rolikimizda Urganch shahrining bir zo'r yerida joylashgan bir qavatli 150 kvadrat metr bo'lgan hovlijoy bilan donishib chiqamiz. Местоположениесі, hurmatli obunachilar, Sputnik Hakim ko'cha. Gazi, suvi, sveti hammasi eldinda turibdi. Svetlari hammasini o'tirib beradilar o'zlari. Xudo xolasa. Ya algandan keyin ariza tashlab o'tirmaydilar. Xudo xolasa hammasi ichinde choyinani. Eldilerinden xudo xolasa belirli daş döşeledi. Joyning eldilari quyulgan. İçanam 100% yaşaşa tayyor bo'lib turibdi, hurmatli obunachilar. U da yani shifoklovga turibdi, bir obu ekamiz. Vanatoyda bitgan, pul patoloqlar bitgan, laklar urilgan pulunam. Dokument ham tayyor. Doğru oformleniya bo'ladi, hurmatli obunachilar. Kanalizatsiyalar ham cho'nqir qazilgan. Bu yerda 4 tane joy edi. Xudo xolasa birisini shuni bitmindirib oldilar. Endi belgilari xudo xolasa sotib chiqadir. Hurmatli obunachilar, avvalgi videomizda buni shu joyni 4 kanalini chiqarib edik. Buni 3 kanalini chiqartirmiz. Bunda dalan gen qolgan, ham desa ichine qaragan ayna yo'q bunda. Hammasi ko'chaga qaragan, dalana qaragan ayna bo'lmaydi bunda. Shuning uchun bir qulayliklari zo'r. Eldilaridan mening tunuka bontlar urilgan. Hurmatli obunachilar, qani ketdik esa ichalari bilan bir tanishamiz. Bunlardan bir gap aytib o'tchakman. Agar kimda kimga o'zlukini sotsak bo'lsa, bemalol bizning kanalimizga murojaat qilishlari mumkin. Sotishga yordam qilamiz. Endilikda bizning kanalimizni YouTube'dan tashqari Telegram bilan Instagramdan kuzatishingiz mumkin. Ular silkalarini YouTube ochgandan har bir videoni kommentariyasidan tashlab boramiz. Girib podpisatsiya qilib qo'ysanizlar, xohlasanizlar Telegram, xohlasanizlar Instagram. Hurmatli obunachilar, ko'rib turganlaringizdan joyini eshiklari, ya'ni hozir endi ayrim quruvchilar qo'yadigan eshik emas. Bu utepленный eshik. Yaxshi eshiklar qo'yilgan. Qani, bismillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ko'rib turganlaringizdan dalani keng bo'lib tushgan рабочий yerini aytib o'tadigan bo'lsak. Berimizning razmeri 583'e 497, общий kvadratura 29. Dalanın özü bir komple kvartira ekan, hurmatli obunachilar. Dalanın özü. Girganda joyimizning otopleniyasi 100% nahadu, ya'ni xudo xolasa shu ertaga gaz o'tsa qizdirib qo'yadilar issiqqina yotib. Yanimda rozetkasi bor. Avtomatlar ko'rib turganingizdek 1, 2, 3, 4 gruppaga bo'lingan. Bu da ya'ni shotchik ham qo'yiladi. Bular gruppa o'sha bular. Girganda o'ng tarafda rakovinasi, arkasına kafellar urilgan. Hurmatli obunachilar, xonalarni bir chiroyli tashlabdilar. Bu детский спальня, взрослый спальня, zal. Bu yan tarafimizda esa bizning kuxnyasi bilan doğruda vannasi. Ya'ni hamma yeri dalandan giriladi, отдельный giriladi. Dalanni razmerini aytib o'tdik. 3 tane registr tashlangan. Ko'p odam, hurmatli obunachilar, agar kotel dalanda turgan bo'lsa, otopleniyani tashlamaydi registr. Bu quruvchimizning ham otopleniyasi hem registran tashlangan. Patologlarni chiroyli o'zgartirib qo'ydilar. O'rtacha etib, qani, xudo xolasa o'ng tarafdan boshlaymiz shu zolimdan. Eshiklarni ko'rib tursa, eshiklari endi более-менее tamam cheki-puki emas, tamam oddiy emas, o'rtacha. Endi bunda bizning zal, xudo xolasa. Berimizning razmeri 498'e 363, общий kvadratura 18.09. Ko'rib turganingizdek, taxta pollar lakdan chiqib turibdi. Polniy rozetka kulchatorlari qo'yilgan, otopleniyasi o'tgan. Hovlining chetlarini endi o'rtacha uzor qilingan. Lustra ham to'cha tashlangan, unda galogen deydi bizning xalqimiz, lekin to'chni svetilnik deb aytiladi. Uni ham to'chga tashlangan. Konditsioner uchun rozetka ham tashlangan, hurmatli obunachilar. Televizor unda 220 TV kabel. Tak. Keyingi masalada yan tarafimizda bizning sanuzel, hurmatli obunachilar. Sanuzelimiz ham oyoqlari kafel, devorlari kafel, patolog plastik. Delfin vodonagrevatel qo'yilgan, adi delfin ekan. Yılına 381 kilowatt tartadi. Ish qilib, Wi-Fi ham odimi bor ekan. Tinkildim bir ishni aytadi ish qilib. Ish qilib yaxshi bu, bunday
Nerede bayrakı yazıp kaldıraslar. Nelerini? Nerede çıkkana şundan berinden şunu bayrakı tuttuk. Adaşmasam bu 80 litrelik. Ya bu masa sen 50 litre eken kurmatlamasılar. 50 litrelik. Жесткий подключение kılıngan. Bunda обратный klapılar ham koyulgan. İbere yestişti ne koy verseniz ham boladı. Yangi filtr tok. Tokun yudum versin koyada onu tort ne yan bak mesta. Yanmına koy verseniz. İxalatınızda ikisinden koyma. Bunu bolini ulaş подключение için hazırlıkya cayı. Onu kılıp beredler medeçüle işlerini. Unitazı, vannası, bunda kirmaşın durada onun yeri. Sığamı da baytan onun laboratuvarımız için ölçe veremizin vanna deyizip buramız 82 santimetre. Kirmaşının yine 60 boladı. Tak что sığadı. Hürmetli olmaçılar. Keyinki meselede bunda bir tane Xudo xolasa kuxnya. Kuxnyamiz ham zakonning qolgan korpuslaridan ulli. Fartiqlar urilgan, issiq sovuq suv fanoviy bor. Tak, nesem oynasi ko'chaga qaragan. Nodimiz hurmatli onalar, berem registrlar qo'yilgan. Bunda bizning bog' taraf orqasi. Bu uni kirpir yaymaka bo'ladi. Joyimizda bir yeri yaxshi, joyning orqasida ikki etaj yo'q, ya'ni bere. Endi böyle oilada hammamiz netada bo'ladi o narsa, iç kiyimlarni yaysanizlar, kir yaysanizlar ish qilib. Endi ko'p odam netadan kir yaymaka yandan ko'rinadi deydi. Buni bir katta pluslardan birisi, anan arkası da ikki etaj yo'q, ya'ni bir yana qaraga aynası yo'q. Tak что endi bir o'tirib shashlik pishirmaka bo'ladi. Yani uzun. Bellerini taklap beremenden koydu egesi. O da kalasa taklap beredi. Hem kanamızda podvalları var. Keyinki meselede yine bunda bizlere взрослый спальнямыз. 3 metre 365 общий kvadratura 11. Yani birimiz уже взрослый спальня, birimizden lakla vurulgan. Yani bunda lük podol için taşlangan, atapliniyatı ötken aynası bak tarafa qarab düşken. Aytdım ki hem ayna köçeye qarab düşken, dalana qarab düşken ayna yok. Yani bunda ise yetişkimiz biz yani. Birimizin razmeri 299'u 9 yani 3 metre 295 общий kvadratura 887 почти 9 kvadrat. 2 bala bemalol yatadı. Eğer 3 bolsam sığadı, yani ibere duh yarusunu kravat zakazatesizlar, ben tarafta bir yarusunu bere bir partası, yine böyle bir kichkine şkaf onlaşadı beceri için. Yine hürmetli onaçılar, joylarımız zor tushgan. Joyimizga gap turishim kerak emas. Eshiklari ham mo'ji qo'yilgan, oyoq taxta polla, shlipovka, laklar qilingan. Tak что dokument ham 100% taq, to'g'ri adlaringiz o'tadi. Hurmatli onaçılar, belida suv, svet, gazdan muammo yo'q. Bog'cha, maktab yonida transportdan muammo yo'q desa desa joyimizni salgina yurishlaydi. 18 yurt turibdi. Tak что transportdan muammo yo'q, hurmatli onaçılar. Kelinglar, olinglar. Tak что joy yomon emas. Hamma ayna ko'chaga qarab tushgan, az ko'rib turibsizlar. Bir etajlar 530, 550 mashina bo'lib ketdi. Bu joyimiz 500 deb срочный ya satuva chiqadir. 500 deb kelishib beradilar, xudo xolasa nasib etsa. Nodimiz. Prinsipini men sizga tushuntirib o'tdim. Hurmatli onalar, shu bilan bu uyimizga bag'ishlangan videorolikimiz o'z oxiriga yetib borayotir. Keyingi videorolikda görüşünce deb qolamiz. Sog' bo'linglar, hamon bo'linglar. Kanalimizga podpisatsiya qilishni unutmanglar. Videomiz yoqqan bo'lsa shu like, kommentariya kutib qolamiz. Kimki neki ish boshlagan bo'lsa, hammamizni boshlanishimiz xayrli bo'lsin. Rahmat e'tibor uchun. Keyingi videorolikda sog'likda, omonlikda görüşünce deb qolamiz. Hammanda yaxshi kun to'y tomosha bo'laversin. Hurmatli onalar, like'larni gumburdatib, fikr muhozarani to'liq yaxshisini qoldiringlar. Görüp dururlar, joylarni men aytib o'taman, hech qaysi yomon kommentariya loyiq emas. Shuning uchun xudo xolasa yaxshi kommentariya qoldirsangizlar,
Kəmində şunnin, ya bo'lmasa bundan ham yaxshi hovli joylar nasib etsin. Hurmatli obunachilar, keyingi videolarda yaxshi kunda, yaxshi yerlarda, yaxshi sabablar bilan uchrashguncha